salom. Qanacha borasiz? Menga qarang, Realmi, Barsami? Manmi? Real. Ey xudojon, Barsa desangiz men masdim. Haydang. Yaxshi qiz, so'ragan ayb yo'q. Nima ish qilasiz? Ammaki, men blogerman. Odamlar shart beradi, o'shalarni bajaraman. Qanaqa shartlarni bajarishingiz mumkin? Hozir ko'ramiz, oxirgi shart nima kelibdi. Taksiga meni haydovchini bug'ing. Meni baqirmoqchi. Obunachilarim, mana sizlar aytgan shartni bajardim. Taksida amakini bug'dim. Keyingi shart qanaqa bo'lsin, kommentariyda yozib qoldiring. Keyingi shartni aytsam maylimi? Ayting, nima shart? Shartim moshinimdan to'saqol. Boshingizdan qolsin, pulim bo'lsa mingta taksi. Assalomu alaykum, taksimi? Ha, ukajon, mening taksi ketdimi? Nima bo'ldi, tog'ajon, o'zi tinchmi? Ukajon, bu Diona bloger ekan. Bo'g'ib tashlatishlayman, Ibi jonimga siz tog'ajon blogerlan, Diona demak, madam blogerman. Ibi short keldimi? Xudojon shart edimi? Taksiga o'tirib, haydovchini o'ping. Ey xudojon. Onajon, odamlarga nima bo'ladi? To'xtay, bitta chiqilay, shartni bajaray.